İstanbulda Xitoy hökumətinin Şərqi Türkistan xalqı qılıbatqan zulümlərə, cümlədən Uyğur ballarına qaratqan siyasətiga qarşı namoyish ötküzüldü. Yüzdək namoyishçi 23 aprildagi Dövlət İgillik Huquqi və Ballar Bayrami münasibəti bilan Xitoy zulmü ostidagi Uyğur ballarının əhvalıga diqqət qilish üçün Saraychan bağçasıga yığılıb Xitoyga qarşı namoyish ötküzdi. Amerikanın Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında turuşluq baş elçisi Linda Thomas 20 aprel günü içilgan toy yığınında Uyğur Hərəkəti Təşkilatının başlığı Roshan Abbas qatarlıqlar bilan görüşkən. Linda Thomas xanım bu haqda Twitterga uçur yollab, "Men Xitoyda tutqunda turib atqan doktor Gülşen Abbasning oila a'zolari bilan görüşdüm. Amerika hökuməti Gülşen Abbasning bexatarligi və onun qoyub berilishi uchun davomli bisim qilishi, Xitoyning Uyğur və başqa e'tiqodchi ommaga selayotgan qabih zulmiga qarshi so'zlab turish kerak degan. Yaponiya Baş Ministri Kishida Fumio Xitoyning Tinch okeandagi orol davlatlariga qaratgan harakatini yaqindan kuzatayotganligini bayon qildi. Baş Ministr Kishida Yaponiyaning janubidagi Kumamoto o'lkasida o'tkazilgan Osiyo Tinch okean suv boshliqlar yig'iniga qatnashdi. Kishida boshliqlar yig'inining bir qismi sifatida davlatini ziyorat qilgan Tuvalu Bash Ministri Kausanato bilan ko'rishganda ikki taraflik va rayonlik munosabatni muzokara qildi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda Kishida bilan Natano erkin va ochiq Hind Tinch okean nishoni bilan hamkorlashishga qo'shilgan. Türkiye Savdo Ministerligining bildirishicha, Turkiya 2022 yil martda O'zbekistonga semot va aynak sapal buyumlarini eksport qilishni 2021 yilning o'xshash yiga selishtirganda 4 hassa oshirgan. Ministerlikning bildirishicha, 2022 yil 1-oydan 3-oygacha Turkiya O'zbekistonga 3 million 454 ming dollarlik semonot va aynak sapal buyumlarini eksport qilgan bo'lib, bu 2021 yildagi o'xshash mazgildagidan 27% ko'p ekan. Xitoy 18 milliard 600 million dollar mablag' selish orqali bu davlatga yadro reaktori sonini 53 dan 59 ga ko'paytirishni planlagan. 2021 yilning oxiriga qadar Xitoyda umumiy sig'imi 54,6 gigavatlik 53 yadro reaktori bo'lib, umumiy tok ishlab chiqarishning 5,2%ni yadro energiyasi bilan ta'minlagan. Bu nisbat Yevropa ittifoqida 27%, Amerikada 19% bo'lgan. Yevropa İttifaqı organları Facebook, YouTube və Twitter qatarlıq rəqəmlik siplarının məzmununu abonentlar üçün texmo bexatar qıladigan qanun to'g'risida birdeklik hosil qildi. Yevropa İttifaqı komiteti, Yevropa parlamenti və Yevropa kengashi rəqəmlik mulozimat qonuni to'g'risidagi suhbatda kelishim hosil qilganligini e'lon qildi.